Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. To'g'risi xiyli bo'ldi. Kontent qilganimiz yo'q, video qilganimiz yo'q. Tashvish, mehnat ko'p. Hammasiga ish ulgurish kerak. Bugun mana yomg'ir bo'ldi. Ertan bilan sahar, lekin ko'p jovg'on yo'q. Lekin qo'ylarga suv chiqarib borishimiz kerak hozir. Mana kamazga suv to'ldiryapmiz. Suvdan sho'l suv to'ldirib olib borib tovga nasib bo'lsa suv berishimiz kerak qo'yga. Naziye balanga chiqib ketamiz. Qishlar ustidan tovga chiqib ketamiz. Tovlarda tuman bor, sekin-sekin. Shu yoqqa tovga chiqib bor. Qo'ylar suvlab 25 tonnalik bochka qo'yyapman shu yoqqa. 25 tonnalik bochkani joylashtirib kelamiz. Nasib bo'lsa Xudo xohlasa inshaalloh qo'ldan kelgancha syomka qilib video qilib borish kerak ekan. Mana dada ham meni oma qilyapti. Videoga tushishga uyaladigan odamlar. Va alaykum assalom. Shunaqa gaplar. Qishloq hayoti mana shu. Birov ertan bilan maktab ketayotgan bo'lsa, birov o'z mehnati bilan jo'nadi. Kuzatish davom etamiz, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz inshaalloh. Mana aka do'stlar, hozir suv to'ldirilyapti. Kamaz 10 tonnalik bir reysi bir suruvma bir reysi ichib qo'yadi. Bir reysi ichib qo'yadi. Ya Allah. Mana chiqib keldik. Qo'ydim suvlarni hammasini lakasi. Buni oldinga marta solib ketgan bochkaga suv jetdi. Havo jovg'oniga. Buncha suv chiqma, hali bochkada. Mana suv shunday turibdi. Kamazda suv. Endi qo'ylar mana shu ichi tarang to'yib. Hozir 25 tonnalik tuman hamma tomon. 25 tonnalik bochkani joylashtirishimiz kerak.
Aka bochkani joylashtirib oldik. Tushirib, tumandan sal-sal ochildi. O'sha ostini toshdan to'ldiramiz. Shundan to'sini bitta biyegani hanga kelib qolmaydi. Kamaz bilan tosh aparib, qilichga bilan tosh aparib ostiga uyuyamiz. Kamaz ustida suv turibdi, shuning uchun nima qilib bir tarafini uyib qo'ydik hozircha. Bergi taraf uyildi, orqa tarafga endi uyamiz aparib. Kamaz shu yerga to'g'rilib toshdi. Shu yerdan tosh terib ortamiz endi. Hamma kasa mehnatda, basa-basta. Shularni qo'yib bo'ldik. Kamazdan endi suvda tartib qo'llashlar. Toptaylaymiz. Mana aka. Tugayapmiz. Yorimga yaqinlashib qoldi. Yorimda kamera ko'p qoldi. Bu 25 tonnalik, mana 12 tonnalik degan. Endi kamera 22 reyslar ketish kerak-da. Yorimga yaqinlashib qoldi, hali ko'p. Soat joyatib qo'yildi. Mana to'kib bo'ldik, ishlarni qo'ydik. Qaraychisi ichida suv hozir mana shuncha bo'ldi. Yekiresdan kichigina uni holatda 1-2 tonna kam bo'lib qoladi degan ekan. Mening fikrim yana. Mana shunchalar bo'ldi. Sizdan qaraganimda. Hozir tushdim pastga. Hozir to'ldiramiz, haydaymiz endi uyga. Ketamiz. Meni bochkani ona tilichga ortib olib, gazga park berib deganday. This is what. Selam. Engamay çağırmıştı. Çıkar. Ketdik. Ha, Can Sarı. Zıp gittiler. Yolundan ayda. Birden tırnak boş etti. Abdullah düşürüp beramiz endi egasiga. Toğlanın mı bunlar? Evet, to'g'ri bor etchiga dedi. Herkese çekiyordu bir yana. Mana aka, akalar, opalar, kunim botdi, qo'lim ham tushdi. Kirib keldik uyga. Shom vaqti bo'ldi. Hozir borib suvni to'kib, bochkalar joylashtirib, bir kun shu yoqqa vaqt ketdi. Bochkani joylashtirib, suvni to'kib kelib kelguncha raislar ham bu yoqqa qo'ysanadi. Kunim botdi. Osmon o'rog'im biziq, endi Alloh berguvchi Alloh jonidan berib tursa Allohim yaxshi bo'ladi. Shunaqa gaplar. Kuzatish davom etingizlar, qo'ldan kelgancha biz harakat qilib, bu voqealarni qo'ldan kelganicha syomka qilishga harakat qildik. Biz
kelganicha. Kamchiligi bo'lsa uzr. Bundan boshqasiga bilmadim yana. Harakat qilamiz inshaalloh yana. Yangi rezultat chiqarishga, kontent chiqarishga.